bo'lmoq zayndan mutlaqo farq qiladi. Zaynda bu bo'lmoq edi. To'g'rimi? Habinda esa bor bo'lmoq. Bunda sizda ushbu fe'lni ishlatayotganda siz o'zingizda nimadir borligini ko'rsatish uchun ishlatasiz. Masalan, sizning vaqtingiz, pulingiz, uchrashuvingiz, oilangiz, akangiz, ukangiz, farzandlaringizni borligini ifodalash uchun ishlatasiz. Xo'p, kishilik olmoshlarimizni yozib olganman va sizlar tushunishlaringiz uchun habni tuslayman. Habni yana ingliz tili bilimlarimizga yuzlansak, bu have fe'liga to'g'ri keladi. Xo'p, ich habe. Menda bor, ich habe, menda nimadir bor. Duga hast. Senda nimadir bor. Sie es. Bu u degani, ya'niki unda nimadir bor. Hat, sie hat, es hat va bular birlikda habning tuslanishi. Endi biz ko'plik holatini ko'ramiz. Wir haben, ya'niki bizda bor, etwas nimadir. Xo'p, ihr habt. Ihr habt. Senlarda nimadir bor. Sie. Entschuldigung, uzr. Sie haben. Ularda bor. Ularda nimadir bor. Va hurmat shakli nemis tilida sen bu sen, sen so'rash shakli va siz bu sizlar shakli. Sie haben. Sizda nimadir bor. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Ich habe Kinder. Menda bolalar bor. Du hast Kinder. Senda bolalar bor. Hat Kinder. Unda bolalar bor. Masalan, buni o'rniga RZSni o'rniga siz ismlarni olib kelsangiz ham bo'ladi. Masalan, Sardor hat Kinder. Sardorda bola bor. Har doim ham shaklida bo'lmaydi. Bu yerda boshqa ot bo'lishi ham mumkin. Masalan, Nigora hat Kinder. Nigorada bolalar bor. Yoki aytsak, wir haben ein Auto. Bizda mashina bor. Yoki ihr habt das Haus. Senlarda uy bor. Va sie haben Termin. Yoki sie haben einen Termin. Ularni uchrashuvi bor. Va sie haben shakli sizda nimadir bor. Sie haben ein Auto, sizda mashina bor. Sie haben ein Haus, sizda uy bor holatini ko'rish mumkin. Xo'p, misollar keltiramiz. Masalan, Zeit. Nemis tilida bu vaqt deyiladi. Geld. Nemis tilida pul deyiladi. Xo'p, aytib ko'ramiz. Ich habe Geld. Menda pul bor. Du hast Geld. Senda pul bor. Yoki hat Geld. Unda pul bor. Yoki Sardor hat Geld. Sardorda pul bor. Yoki uchrashuv yoki vaqtni aytsangiz ham bo'ladi. Ich habe Zeit. Menda vaqtim bor. Yoki du hast Zeit. Senda vaqting bor. E'tibor qilamiz, bu yerda biz gaplarni darak shaklida aytyapmiz. Agar bizga so'roq shakllari kerak bo'lsa qanday qilamiz? Albatta bu juda ham oson nemis tilida. Ya'niki asosiy fe'lni egadan oldinga chiqarish orqali so'roq shaklini yasashimiz mumkin. Masalan, hast du Geld? Darak birinchi shaklda du hast Geld, senda pul bor va agar hastni oldinga chiqarsak, hast du Geld, senda pul bor shaklini yasashimiz mumkin. Savol shaklida senda pul bormi deyapmiz. Agar senda vaqt bormi desak qanday aytamiz? Hast du Zeit? Senda vaqt bormi? Agar biz uni sizlab murojaat qilsakchi, haben Sie Zeit? Sizning vaqtingiz bormi? Haben und sein. Diese Verben sehr wichtig im Deutschen. Xo'p, haben bilan zaynni endi farqini birgalikda ko'rib chiqamiz. Haben bu bor bo'lmoq edi, zayn bu bo'lmoq fe'llari edi. Masalan, aytadigan bo'lsak, menda vaqt bor. Qanday aytamiz?
Ich habe Zeit. Men charchaganman. E'tibor qiling, menda bor demayapman. Men charchaganman. Ich bin müde. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, menda bor nimadir bu haben bilan, ya'niki haben fe'li orqali amalga oshiradi. Man, ya'niki masalan shu yerdaman, o'qituvchiman, shuncha yoshdaman, bu sein fe'li orqali amalga oshiriladi. Yana tushunishingiz uchun aytib o'taman, masalan nemis tilida fe'l agar bo'lmasa, buni yuqorida aytib o'tdim, sein keladi dedim. Masalan, siz tabiat chiroyli demoqchisiz yoki havo issiq demoqchisiz. Bu holatda mana tasvirlayotganda ham siz zeinni ishlatasiz. Masalan, aytamizki, das Wetter ist warm. Havo iliq. Bu yerda ham qarang, ist kelyapti. Das Wetter ist warm. Das Wetter bu havo, warm bu iliq, ist bu gapni ushlab turibdi, gap sifatida. Ya'niki fe'lsiz gap nemis tilida va ingliz tilida mavjud emas. Yoki yordamchi fe'llar keladi, yordamchi fe'l bo'lmasa, asosiy fe'llar gapni gap shakliga aylantirish uchun keladi. Sizga hozir bir necha vazifalar beraman. Buni bajarib ko'ring va kommentariyada o'zingizni fikringizni bildiring. Aziz o'quvchilar, bugun sizlar bilan bu birinchi grammatik darslarimiz bo'ldi. O'ylaymanki, nemis tilini yaxshi tushunishga yordam beradigan manfaatli mavzu bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, xayr.